Assalomu alaykum. Bugungi videorolikda uy sharoitida gök pomidordan salyonni tayyorlashni ko'rib chiqamiz. Sovuq boshlandi, gök pomidorning sezoni keldi. 1 minut vaqtingizni ajratsangizlar, o'rganib boshlaringiz oson bo'ladi. Bekon bozordan 150 kg pomidor aytganimda yaxshilab yuvib, ezib qo'ydim bir set. Bir set bekor o'tirmayin dedimdan salyonga ketadigan oddiy bir chizsoqlarni yaxshilab yuvdimdan videoda ko'rsatilgan chizsoqlarni postdan ortib doğrab aldım. 4 tane taza bochok sotib oldimdan har bochokka 4-5 kilodan pomidor solib chiqdim. Ustidan karaburch, lauribergi, chesnok, doğralgan oddiy bir soldim. Oxirida yarim boq suv tamiyor. Izinden yana pomidor soldimdan shu tarzda yana 2 marta davom etdim. Bu retsept ko'pchilikning talabi bilan chiqadir. Agar siz uyda qilish erinsangiz bizlardan bemalol to'y tashkil yaxshi kunlaringizda sotib olsangiz bo'ladi. Profillarda nomerni qoldiraman, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Ishning eng qiziq joyiga keldik. Salyonning suvini yutib olamiz. Har biri 10 litr suv, bir pachka tuzdan ishlatib yaxshilab aralashtiramiz. Tuzlar yaxshilab erigandan keyin bochoklarga quyib chiqamiz. Mana bir bochokim 30 litr suv oldi. Pomidorlar üstüne podnos qo'yib, üstüne og'ir vash qo'yamizdan kirishkasini eldirib 25 kun 1 oy dam olishga beramiz. Pomidorlar tayyor bo'lgandan keyin uni moddenlarga satib qo'yish harakat qilaman. Yo'qotgan vaqtlarda lozim bo'lmasa, salyonni reseptga qilib berganlar tashakkur qilsizlar. Sog' bo'linglar.